Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Shariat olamidan kanalimning qatnashchilari, YouTube ishtirokchilari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlarini o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Yahudiylar Allohning qo'li bog'liq, baxil dedilar. Ular la'natga uchragan. Alloh qo'llari ochiq, istagancha nifoq ihson qiladi. Ularga Alloh kufrni ziyoda qilur. To qiyomat orasiga buzuq azobi solib tashlanur. Moida surasi 6-oyat. Oxirat azobidan qo'rqqan kimsa uchun ibrat bor. Ushbu surada oxirat kuni boshqacha. Izoh: shu dunyoda nafratga uchragan, u dunyoda qaytib azobga uchraydi. Odam otadan to qiyomatgacha barcha jamlanur. Farishtalar esa insonlarga guvohlik berur. Hud surasi 108-oyat. 103-oyat. Baxtlilar jannatda yashaydilar. Osmon yer abadiy. Alloh xohlasa tuganmas inom etib yurur. Izoh: sahih hadisda rivoyat qilinishicha, ahli jannatga abadiy yashaydi. Alloh ahli jannatda abadiy yashaydi. Iymonlilar mo'minlarga sabot tasalli bo'ldi. Hud surasi 108-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan hadislar, donalar bisotidan va xalq hayoti chog'radan o'tgan muborak o'gitlardan o'qib bermoqchiman. Debocha: sukut doim sadoqatga do'stdir. Bolangizni urmang, u qul emas. So'z tarbiya qiladi uni. Halovat 3 narsada bordir: namozda, zikrda va Qur'onda. Bu chiroyga qarab hech qachon mag'rur bo'lmang. Uning asli ichidadir. Ichiga qarang. Seni masxara qilib, keyin u hazil edi deganlardan ancha uzoq yur. Ko'chadan topilgan pul buyum ishlatish harom. Odob ayol ziynati, sabri uning qalqoni va xushxulqligi uning chiroyli libosidir. Erta uchun aslo qayg'urma, Alloh aytgani bo'ladi. Baxtning hech qachon oson yo'li yo'q. Alloh kimga yaxshilik istasa, baxt bersa, undan albatta imtihon oladi. Ulg'aygan Alloh bir narsani kechiktirsa, yana uni ortig'i bilan go'zal, xayrli qilib beradi. Hayotda inson betoqat qilib yaratilgan. Kulfat yetsa, o'ta besabr bo'ladi. Yaxshilik yetsa esa man qiluvchi, baxil bo'ladi. Eng zaif odam yovuz bo'ladi. Ahmoqlar gapdon bo'ladi. Baxtsizlar esa hasadgo'y bo'ladi. Nachorlar esa takabbur bo'ladi. Eng kuchlilar esa mehribon bo'ladi. Aqlli insonlar sukutda bo'ladi. Donolar asayishda bo'ladi. Eng sodiqlar sabrli bo'ladi. Qancha yaxshi bo'lma, foydang tegmagan kun sen yomonsan. Bola oldida janjallashmang. Bola muhabbat muhitida o'ssin. Bolangizni jerkib sen odam bo'lmaysan demang. Kelajagiga to'sib qo'ygan bo'lasiz. Xatosini ham qayta yuziga solavermang. Uzoq umr ko'ray desangiz, asabni buzib saqlang. Kamtar, saxiy bo'ling. Ko'p harakatda bo'ling. Man dankasi bo'lmang.
Yutuq dadil harakatdadir. Hayotga kuch, baxt, ishonch qaytadi. Yutuq dadil harakatdadir, shunda hayotga kuch, baxt, ishonch qaytadi. Kecha aqlli edim, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim, bugun esa dono bo'ldim, o'zgartira olmasligimni bildim. Ertaga nima bo'lishini bilgan odam oqil odamdir. Taqdirni inson tanlaydi. Alloh inomi bu. Shukr qil hammasiga. Faqirlik bemorni muhtojlik sababli faqirlik, bemorlik, muhtojlik sabablari hajatxonada qolish, g'usulxonada peshob qilish va janjallashmoqdir. Ayoli bilan janjallashmoqdir. Shayton 5 narsadan do'zaxdir. Xatosini tan olmaydi u, xato qilganidan pushaymon bo'lmaydi, nafsini koyimaydi, tavba qilmaydi va Alloh rahmatidan umid qilmaydi. Odamda 5 xislatga egadir. U xatosini tan oladi, pushaymon bo'ladi, qilgan ishiga tavba qiladi va nafsini tiyadi. Alloh rahmatidan umidvor bo'ladi. Ayol tili uzun bo'lsa, eng baxtli kunlar ham qisqa bo'ladi. Ehtiyot bo'l, birinchi dushmaning tiling. Jilovlay olmasang, ikkinchi dushmaning nafsing. Ona bilan o'tirib birga ovqatlan. Ikkita nafl umra hajga borgancha bo'lasan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi-ki, birodaringizni duo qilsangiz, Allohga hamd aytib, Rasuliga salovat ayting, keyin duo qiling deydi. Ijodiy sahifa. Germaniyada yashayotgan hamyurtimiz Habiba Hamdam qizining maqolasi. Sababchi bo'lgan yaxshilik qilgan bilan barobar deydi. Shuni o'qib bermoqchiman. Vaqtdan ta'lim olsak. Vaqt odil ustoz, vaqt oqil rostgo'y, vaqt mudarris, vaqt tili achchiq ammo haq. Yaxshi ayol yaxshi erkak bilan turmush qurdi. Ammo oila buzildi. Sabab nimada ekan? Taraqqiyot yangicha usuli. Erkak ayolga alamzadalikni tortiq qildi. O'zini oila posboni bo'lishdan ayirdi. Natijaga erishish uchun esa ayolga azal oyi va qimmatbaho taqinchoqlar, malikalarda yashash ishtiyoqini ro'mol qilib o'radi. Cheksiz sevilish, yagona yor bo'lishini singdirdi ruhiga. Bu romantika edi. Turmush ko'tmush ekan. Ayol o'ylagan shirinso'z ko'z oroli, oilada aslida qo'pol erkak ekan. Dardkashim deb orzu qilgan edi. U bilan ishi yo'q. Bir chaqali ham. Baxt kashonasi 4 devor ichidagi ikki-fikrlar, idish-tovoq, supur, sizir, ko'ngil sina oxir ajriga keldi. Vaqt romantika jonga qasd qildi. U o'ldi. U yashagan qalb uyib vayron bo'ldi. Hamma erkaklar bir ekan. Farzandlari xotirasida orzular chilparchin bo'lgan bechora ona va otasidan norozi bo'lgan ayol sifatida taassurot qoldirdi. Bemehr oiladan chiqqan avlodlar kelajak avlodga varotosh ota yo volida mehriga zor bo'ldi. Yangicha rusumlarimizdan voz kechishmoq kerak. Bu romantika sarobdir. Nikoh jannat kaliti imkonini berar ekan. Juftining tog'ni talqon qilishi emas, uning tani joni sog'ligini istaydi ayol. Erkak o'z juftiga ko'ra to'g'ri so'z, haqgo'y, adolatli, sermulohaza va ayoliga shirin so'z, mehrdoryon, farzandlariga ham mehribon, ham talabchan. Mukammal baxt shunday emasmi? Ko'chadan havo rizq topib keladi. Oilada har bir jins o'z yaratilish tabiatiga ko'ra yashaydi. Musulmon oilada ayol tantiqliklar o'tmaydi. Er istiroflaridan boshqa yana hamma narsa mehr, oqibat do'sti, to'g'ri tarbiya, diyonatli sifatlar bilan yashaydi. Musulmon ayolning ham orzulari bor. Ammo bu havaslar rafiqalik va onalik
vazifasi bilan bog'liqda. Burchini bajarmay talab qilsa, mehr bermay muhabbat tutsa, musulmon ayolga xos emasdir bu. Musulmon ayoliga yagona mutlaq yorliq Allohga xosligini angladi. Muslima ayol Alloh uchun sevdi, Alloh uchun sevildi. Oila qurayotgan bokira mehribonlarim, nevaralarim, chevaralarim, ortiqcha orzu-havasga berilmang. Kelinlik libosini kiyar ekansiz, oppoq nozik yelkangizga oila degan muqaddas nimaning mas'uliyatini ham olyapsiz. Juftingiz yo jannatingiz yo jahannamingizdir. Nikoh ertak emas, balki mehnat maydonidir. Bu maydondagi g'alaba esa ko'pincha ayol oila bekalariga bog'liqdir. Vaqt ko'ngil qotil emas, balki vaqt mehnat maydonidir. Bu maydondagi g'alabangizdan faxrlanuvchi ustozingizga aylanuvchi bo'lsangiz, yo istasangiz muqaddas oilangizni jannat bog'iga aylantirishga qodirsiz. Va Allohu alam. Tamom.